Assalomu alaykum ustakalar. Bu videomiz sizlar uchun bo'ladi. Klientlar kelib turib, bizga motorda suv gradusi chiqqan holati kerak emas, o'zini ko'cha temperaturasi chiqib tursin tabloda deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, stok holatga qaytarib beringlar deyotgan bo'lsa, shu holatga qaytarib beramiz deysizda, bizni programma Zash IPS programmasi orqali bemalol stok formatga aylantirib bersalaring bo'ladi. Mana 47 gradus bo'lgan bo'lsa, motor gradusimiz mana hozir DPS da o'zini log faylini o'qib olamiz. Qiladigan ishimiz birinchi o'chiritda. Xo'sh, 33 adresga qo'yiladi. Get controller info kiriladi, 60 ga qo'yiladi. Red info beriladi-da, mashina nomerlari bilan saqlanib qilasizlar. Birinchi qilinadigan ish. DPS da через schematic, mana schematic kabelimiz. Xo'p, чтение qilib oldi log faylda. Save text degan yozuv orqali saqlanib qilamiz. Xo'p, mashinamiz nomeri 037. Tak, Cobalt. Cobalt tablo deb qo'ysalaring bo'ladi. Tak, Cobalt tablo saqlanib qilamiz. Saqlanib qilgandan keyin обязательно X ni bosmaysizlarda, OK knopkani bosish kerak. Sababi bu yerda win kod chiqmay qoladi bo'lmasa. Mana win kod chiqdi OK deb bosgandan keyin. DPS programmani sverno't qilib qo'yamiz pastga. Pastga tushirib qo'yamiz va Zash IPS programmamizni ochamiz. Ikkinchi versiyasini. Kiramiz. Log faylni tanlaymiz. Mana hozir o'qib qo'ygan log faylimiz. Log faylni tanlagandan keyin qilinadigan ishlar stok zavodskoy fayl stok joyiga galchka qo'yiladi birinchi o'chirda. Galchka qo'yiladi, keyin fayl funksiya yoqish degan knopkani bosamiz. Masalan, zavodskoy tablolarda hammasida standartniy funksiyalar bo'ladi. O'sha standartniy funksiyalarni bu programma orqali joyiga qaytarib qo'yish kerak bo'ladi. Yoqib qo'yish kerak bo'ladi. Stokka aylangan holatda ham o'zini stogoviy funksiyalari yoniq bo'lishi kerak. Xo'p, bizda nima qilamiz? Cruise kontrolni yoqmaymiz. Benzin tugamodi funksiyani yoqmaymiz. Mashinamiz mexanikaga, avtomatga ham teginilmaydi shunda. Xo'p, DHO ga ham ko'p kishi tushunmayapti. DHO bizda mana o'sha narsa DHO deyiladi. Mana shu значокcha yonishi DHO hisoblanadi. Mana shu DHOni ham yoqib o'tib ketamiz. Standartiga kiradi bu ham. Xo'p, menyu обязательно. Moy foizi bo'lmaydi stokda. Soat ham bo'lmaydi. Kilometr, litr yoqishimiz shart. Sababi rasxodni to'g'ri ko'rsatmay qoladi. Ko'cha gradusini chiqaradigan bo'lsak, ko'cha gradus qo'yiladi. Xo'p, endi stok formatga aylanishi uchun bu. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa tablo ошибкasi yonib qoladi, stok formatda yoniq bo'ladi. Qolgan hamma funksiyalar o'chiriladi-da, bu kerakli funksiyalarni yoqib qo'yamiz. Xo'p, OK deb bosamiz, faylga yozish funksiyasini yoqamiz. Win kodga moslashtirib chiqarib beradi bizga. Endi fayllarimiz tayyor bo'ldi. DPS programmaga o'tilib, Eco Configuration birinchi urib olinadi. Select Call orqali. Tak, mana 8076 win kodimiz, 8076 win kod. XML birinchi tanlanadi va tekstoviy fayllar tanlanadi. Exit knopkani bossak, zapis boshlandi. Programma ketdi mana. Zapis bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringdek, kod ошибка уже chiqishni boshladi. Faralarda LED borligini hisobiga. Orqa faralar qo'shimcha. Xo'p, funksiyani menyuni bosamiz. Hali 50 gradus bizda temperatura ko'rsatib turibdi. 50 gradus. Endi hid chiqib ketilib, select call orqali zip faylni yozishimiz shart. Zip fayl yozilmasa stok formatga aylanmaydi tablo. Xo'p, tabloni stokka aylantirishimiz uchun zip faylni tanlaymiz va program knopkasini bosib o'ramiz. Population qilinmaydi. Ustakalar.
Hop, zapisimiz ketdi. 7 minut oralig'ida zapis qilib bo'ladi. Kutib turamiz. Hop, mana zapis ketdi, tablo ham mana o'chdi. 7 minut kutiladi. Kabellarga ehtiyot bo'lasizlar. Kabellar uzilmasin, tegib ketilmasin kabellarga. Hamma narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Zash IPS programmamizda funksiyalar juda ko'p. Qaysi funksiyalarni yoqib o'chirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan joylaringga aloqaga chiqishlaring mumkin. Telefon nomerlarim bor. Hammasini bir boshidan tushuntirib beramiz. Hop, mana 100% bo'ldi. Mashinaning tablolari ham yondi. Airbaglargacha qo'shildi. Mana 95 yonib qoldi airbaglari. Hali cruise control qo'yilgan hisobiga. Hop, mana uspешно bo'ladi hozir programmamiz. Hop, mana programma uspешно bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, tabloda mana kod ошибкалар chiqishni boshladi va ko'cha gradus ham chiqdi. Ko'cha gradus ko'rsatyapti, motor gradus yo'q. Boyaga 50 gradusli ko'rsatkichlar yo'q. Hop, endi yurg'izib cruise controllarni ham tekshirib beramiz. Cruise control mana bossangiz cruise control ham ishlamaydi. Yoqmaganimiz hisobiga. Ko'cha gradus chiqarib qo'ydik mana. Xullas, tablo programmamizda qulayliklar ko'p. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bitta kompyuter uchun bitta ustanovka qilinadi. Ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz, xudo xolasa.